videoda men sizlarga hayotim 3 yilda tubdan o'zgartirib yuborgan bir instrument haqida gapirib bermoqchiman. Maqsadlar. Bugun sizlar bilan qanaqa qilib 2005-yilni to'g'ri yakunlab, 2026-yil uchun to'g'ri maqsadlar qo'yib, ularga erishish uchun sistema yaratishni o'rgatmoqchiman. Bugun sizlarga o'rgatadigan narsalarni o'zim yillar davomida harakatlar orqali oqtarib topgan tizimlarim. Bular men uchun juda qadrli. Bu sizlarga oson bo'lishi uchun bugungi videoda sizlarni o'zimni prosessimga olib kirmoqchiman. Ya'ni sizlar bilan birgalikda shu video davomida o'zim ham 2025-yilimni yakunlab, 2026-yilga sizlar bilan birgalikda maqsad qo'yib, ularga qanaqa qilib erishishimni qadam-qadam yozib chiqishimni ko'rsatmoqchiman va ular orqali yaratgan tayyor tizimlarni sizga bepul ulashmoqchiman. Demak, agar siz 2026-yilda o'z hayotingizni tubdan o'zgartirmoqchi bo'lsangiz va barcha maqsadlaringizga erishmoqchi bo'lsangiz, bu video siz uchun majburiy. Boshlashdan avval kanalda yangilar uchun o'zimni tanishtirib o'tsam, ismim Azizbek, yoshim 18 da, hozirda Garvard universitetida 100% grant asosida davlat boshqaruvi va iqtisodiyot yo'nalishida ta'lim olaman. Shu yoshimgacha prezidentimiz bilan 3 marta ko'rishish, IELTSdan 8, SATdan 1520, Westminster litseyga kirish, Ibrat debate degan loyiha boshlab, uni respublika darajasigacha olib, minglab yoshlarni boshqarishga erisha oldim. Va o'zingiz bilganingizdek, Garvard universitetida 392 ming dollarlik grant asosida ta'lim olaman. Va bularning hammasi ham bu bir yutuqlarga kiradi. Lekin endi o'zimni anglab, chet universitetga topshirish boshlamoqchi bo'lganimda 15 yoshda edim va Oltiariqda, Farg'ona viloyatining chekka bir qishlog'ida oddiy oilada yashaydim. Ingliz tilim ham juda past edi. Dunyo qarashim tor, hali yosh bola edim. Lekin shu o'tgan 3 yil ichida hayotimni tubdan o'zgartirib, katta yutuqlarga erisha oldim. Va bu yutuqlarga erishishimning asosiy sababi maqsadlarni to'g'ri qo'ya bilganim va ularga erishish uchun to'g'ri tizimlar yaratganim bo'lgan. Demak, tayyor bo'lsanglar, ishimizni boshladik. Ishimizning birinchi qismi 2025-yilni to'g'ri yakunlash. To'g'ri yakunlash deganda nima demoqchiman? 365 kun o'tdi. Shu 365 kunda nimalarga erishdingiz? Qanaqa voqealar, hodisalar sodir bo'ldi, qanaqa memories, ya'ni sizda xotiralar qoldi. Kimlar bilandir tanishdingizmi, kimlardir bilan uzoqlashdingizmi, yangi mindsetingizda change'lar bo'ldimi, qayerlarga tashrif bordingiz, sayohatga chiqdingizmi, nima maqsadlaringizga erishdingiz agar 2025-yil boshlanayotganda maqsadlar qo'ygan bo'lsangiz. Bu narsani qilish juda muhim. Ko'pchilik xato qiladi. Sirasi yangi yilni maqsadlar bilan boshlaydi, lekin har bir ish qilishdan oldin undan oldingi ishni yaxshilab yopish kerak. Xuddi yangi daftarga o'tishdan oldin birinchi daftarni tugatib uni yopganingizdek. Demak, bu ish oson bo'lishi uchun biz sizlarga, ya'ni o'zim sizlarga juda zo'r narsa tayyorlab qo'yganman. Ikkita instrumentimiz bor. Nima qilamiz hozir? Endi birinchi ishimiz eslash ekan, xotiralash ekan. Uni oson bo'lishi uchun bizda yaxshi bitta usul bor. Instrument deganda usulga aytyapman, ya'ni metodologiya. Yaqinda o'rgandim o'zim ham. Telefonimiz hammada bor, hammada galereya bor. Galereyaga bilib bilmagan holatda o'zimiz rasmlar, fotolar olib qo'yamiz. Shu bizga qandaydir bir eslata oladi. Shuning uchun hozir nima qilamiz? Hammamiz telefonimizni yoqamiz, galereyasiga kiramizda 2025-yilni boshiga o'tamiz. Masalan, men ham hozir o'tyapman. Endi o'tgandan keyin nima qilamiz desanglar, o'tgandan keyin bizda yana bitta qo'shimcha instrument bor. Notion degan ilova. Notion'ni bilmaydiganlar uchun tushuntirib ketaman. Notion bu как samaradorlik uchun super app. Telefonda ham ishlasangiz bo'ladi, iPadingiz bo'lsa iPadda, notebook bo'lsa notebookda, hamma joyda ishlasa bo'ladi. Bu samaradorligingizni oshirish uchun bir kompleks, deyarli hammasi qilsa bo'ladigan app. Buni men ko'proq o'zim maqsadlarimni qo'yishga, to-do listlar qilishga, g'oyalar, yangi proyekt ustida ishlashga ishlataman. Bugun sizlarga ko'rsatib ham ketaman. Agar siz oldin Notion ishlatmagan bo'lsangiz, tepada iloji boricha bitta boshqa bir qanaqadir blogger videosiga havola qo'yib ketishga harakat qilaman. Agar bilmasangiz, keyinchalik ko'rib olishingiz mumkin, lekin hozir bu videoni ko'rish uchun sizga buni bilish shart emas. Chunki nimaga? Men hozir ekranimni sizlar bilan share qilaman. Bu yerda ham chiqadi. Boshida aytganimdek, o'zimni jarayonimni sizlarni olib kirib ko'rsatib ketaman. Nimaga? Sizlarga ham oson bo'lishi uchun. Men qilayotgan ishni birdaniga sizlar ham qilib ketishinglar kerak bo'ladi. Demak, bu mana ekranda turibmiz. Hozir Notion'ga kirdim. Sizlar uchun shuni tayyorlab qo'ydim. Bu template. Videoni biroz muddatga shu yerda pauza qilamiz va sizlarga bitta zo'r yangiligim bor. Bugundan boshlab YouTube kanalimizga Cambridge o'quv markazi hamkor sifatida qo'shildik. Bilasizlar, mana shu katta yutuqlarga erishishimning eng birinchi qadami bu ingliz tilini o'rganish bo'lgan va meni eng birinchi borgan joyim bu Cambridge o'quv markazi bo'lgan. Cambridge o'quv markazida o'zim ingliz tilini o'rganib, keyinchalik IELTS olganman. 7 ham 8 darajaga erishganman. Keyinchalik men hozir ukalarimni ham, singlimni ham hammalarini Cambridge o'quv markaziga olib boraman. Sababi nima? O'zim ishongan va o'zim sinab ko'rgan va hozirgacha test qilib boradigan eng to'g'ri ingliz tilini o'qish bo'yicha ta'lim markazida Cambridge topganman. Demak, agar sizlar yangi yilda ingliz tilini o'rganish maqsad qo'ygan bo'lsangiz yoki ukangiz, o'g'lingiz, jiyaningiz yoki qarindoshingiz yoki do'stingizga tavsiya qilmoqchi bo'lsangiz, eng to'g'ri tanlov Cambridge o'quv markazi bo'ladi. Qo'ng'iroqlarni, telefon raqamlarini qo'ng'iroq qilish uchun bu yerda qoldirib o'tamiz.
Kim bilishga kattakon rahmat. Buni men hozir ichiga o'zim narsalarni yozaman, keyinchalik sizlar kirib o'zingizlarnikini yozsanglar bo'ladi, bemalol kopiya qilib ishlatsanglar bo'ladi. Tayyor linklarni bioga qo'yib qo'yamiz. Bepul sizlar uchun vaqtimni sarflab tayyorladim. Endi kirsanglar bu yoqda 2025 dan 2026-yilga o'tish degan page, ikkita ichida sahifasi bor. 2025-yil, 2026-yil. Ikonkasiga ham qarasangiz, sal anaqalarni berib qo'ygan. Page umumiy ikonkasi kalkulyator, ya'ni hisob-kitob. 2025niki samolyot uchyapti, 2026-da raket uchyapti. Demak, maqsad 2025-yilda harakat qildik hammamiz. Samolyotda tez uchgan bo'lsa, endi bu 2026-yilda raketada tez uchaylik, endi ko'proq yashaylik. Demak, 2025-yilga kiramiz. Mana shu page ko'rib turishingiz mumkin. Qanaqa bo'lyapti bu yoqda? Demak, tepada photoboard degan joyi bor. Bu cover deydi. Notion'da har bir betning tepasida shunaqa cover uchun joy bo'ladi. YouTube'da buni thumbnail deydi, adashdan ko'rishingiz mumkin. Demak, men o'yladim, shu esdalik bo'lib qolish uchun hamma o'ziga thumbnail yasasin, cover yasasin. Qanday yasaysiz? Hozir mana galereyaga kiramiz. O'zimizga yoqqan rasmlarni hammasini yig'ib, Canva'da bir narsa qilamiz. Hammada Canva bor. Canva bu bilmaganlar uchun yana aytib o'taman. Prezentatsiya, rasmni ishlash uchun shu Photoshopni hamma biladi-ku, shuni user friendly varianti, oddiy odamlar ham ishlasa bo'ladi. Nima qilasiz? Shu kelamizda uploadga rasmlarni qo'yib bu yoqga qo'yishimiz mumkin. Demak, buni ham hozirchadan keyin qilamiz. Demak, birinchi kelib bu yoqda bizda photoboard degan joyi. Demak, 2025-yil page-da birinchi photoboardga yozdi. Keyin mana bunaqa table jadvallarimiz bor. Bu yil erishilgan yutuqlar, masalan, yozishingiz mumkin. $10,000 ishladim. 5 ta davlatga sayohat qildim. Bu raqamli odamlar ko'proq mana Instagramda yoki biror joyga qo'ysa bo'ladigan yutuqlar. Lekin bundan ham muhim narsa bor o'rtoqlar. Ko'p holatlarda biz xotiralarga e'tibor bermaymiz, lekin umumiy umringiz oxirida qarasangiz, asosiy sizga muhim bo'ladigan narsa $10,000 ishlaganingiz, yangi mashina olganingiz emas, hayotingizni qanaqa o'tkazganingiz, qanaqa mazmunli o'tkazganingiz, kimlar bilan do'st bo'ldingiz, qanaqa yangi bir fikrlarni o'rgandingiz, hayotingizni mazmuni sifatida nimani deb topdingiz, hayotingizdagi maqsadingiz nima bo'ldi. Masalan, bu yoqqa yozishingiz mumkin. Men aytaylik, bu yoqqa yozib qo'yganman, misol uchun dunyoning turli xil joylaridan o'rtoqlar ortda. Keyingi jadvalimiz bor. Erishilmagan yutuqlaringiz qanaqa? Masalan, aytaylik, yangi uy sotib olmoqchisiz, sotib ololmadingiz. Ma'lum bir sababga ko'ra yoki IELTSdan 9 olmoqchi edingiz, ololmadingiz. IELTS 9 olish kerak emas o'zi. Hech kimga kerak emas. Iltimos olmanglar. Chunki boshqa qilsa bo'ladigan ko'proq ishlar bor. O'rganilgan darslar. Bu jadval ham juda muhim, chunki har yilda odam o'sishi uchun o'rganayotgan narsani yozib borish kerak. Masalan, bu haftada men o'rgangan narsam, bu yilda o'rgangan narsam har haftada iloji boricha bir yangi narsani sinab ko'rish kerak. Masalan, qayergadir sayohatga chiqib ko'rish kerak. Ot minishga borib ko'rishingiz mumkin, skiyingga borib ko'rishingiz mumkin. Bilmadim, yangi bir o'rtoqlar bilan qayergadir tadbirga borishingiz mumkin, konsertga borib ko'rishingiz mumkin, sayohat qilib ko'rishingiz mumkin. Har hafta bitta, ko'p emas, bir donaga experience qilsangiz, keyin butun oylar, yillar yig'ilganda butun hayotingiz bir qanaqadir boshqacha mazmunli o'tganini bilib qolasiz. Demak, o'rganilgan darslar va oxirida maktub degan joy bor. Bu nimaga kerak? Men o'yladim, nima eng zo'r to'ldira oladi? O'zimiz yozgan maktub. Bu yoqqa yozishingiz mumkin. O'zingizga tilaklaringiz. Buning chunki hozir mana to'ldiramiz, keyin saqlab qo'yamiz. Qachonda kirib ko'rishingiz bo'ladi. Masalan, 2026-yil tugaganda ko'rishingiz mumkin. 10 yil o'tgandan keyin ko'rishingiz mumkin. Agar siz ham menga o'xshab yosh bo'lsangiz, balki 60 yil o'tgandan keyin ko'rgingiz kelib qoladi. Nevaralaringizga ko'rsatgingiz keladi, bolalaringizga ko'rsatgingiz keladi. Shunda o'zingizga bir ajoyib bir xotira uchun bo'ladi. Bunga xohlagan narsa yozing. Masalan, bu yil boshlanganda meni kayfiyatim yaxshi emasdi, chunki men bunaqa voqea sodir bo'lgandi. Lekin keyinchalik men bu narsalar bo'lganligi uchun juda xursand bo'ldim va yilim juda mazmunli o'tdi. Bu bo'ldi, u bo'ldi, bu odam bilan tanishdim, u odamdan buni o'rgandim. Limit yo'q, o'zingizni cheklamasdan xohlagan narsangizni yozishingiz mumkin, qaysisiz eslamoqchisiz keyinchalik. Demak, hozirgi vazifamiz shu pejni to'ldirish bo'ladi. Birinchi photoboarddan boshlaymiz. Qanday? Galereyaga kiraman, galereyamda rasmlarni ko'rib ketaman. O'shanda eslagan yutuqlarim, xotiralarimni yozib ketaman va o'zimga yoqqan rasmlarga like bosib ketaman. Hamma telefonda mana shu funksiya bor. Keyin like bosilgan rasmlarni olamanda Canvaga kirib photoboard yasayman, shu yerimni eslatadigan. Hozir endi buni men o'zim qilaman. Sizlar ham videoni pauza qilinglar-da, shuni qilishingiz mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek, men ham o'zimni 2025-yilimni yakunlab oldim. Endi sizlarga natijani ko'rsataman, chunki u yoqda shaxsiy narsalar bor, lekin tushundinglar degan umiddaman. Demak, asosiy qilgan ishimiz bu yoqda birinchi o'rinda photoboard yasadik. Shu galereyangizdagi eng maroqli, o'zingiz ko'rganingizda esga kelgan narsalarni yaratish, xotiralarni bir esga oladigan bir chiroyli photoboard. Unga qarasangiz bo'ladi keyinchalik. Erishgan yutuqlar, erishgan xotirangiz, erishilmagan yutuqlaringiz va o'rgangan darsliklaringiz. Kitob ochiladigan darslik emas, balki o'z o'rgangan insight. Masalan, men o'sha aytdim,
har hafta yangi experience qilish. Endi 2026-yilga o'tyapmiz. Bu tomonni ham ekranimda ko'rib o'tsangiz bo'ladi. 2025-yildan chiqsak, alohida 2026-yil uchun page bor. Buni kirishingiz mumkin. Hozir birma-bir tushuntirib ketaman, lekin umumiy holatda tushuntirsam, o'zi maqsadlar qo'yish deyarli oson narsa. Shunchaki masalan yozasiz, bu yil 12 ta kitob o'qimoqchiman. Lekin unga erishish uchun tizimli qurmasangiz, ertaga esdan chiqib ketadi. Men endi birinchi marta maqsad qo'yish boshlaganda shu xato bo'lgan. O'shada men birinchi o'zimga maqsad qo'yganman. 100 ta yoki 40 ta nechtadir kitob o'qiyman, aslan dudur olaman deganda. Keyin unga qaramaganman ham, sistema ham qurmaganman, tizim ham qurmaganman. Bir narsa muhim, maqsad qo'yish bir narsa bo'lsa, maqsadga erishish uchun qadamma-qadam tizim chizib chiqish bu eng asosiy ikkinchi narsa. U narsasiz siz hech qachon maqsadga erisha olmaysiz. Page-ga ham qarasanglar, asosiy fokus qilgan narsam maqsad qo'yish emas. Maqsad hamma qo'ya oladi. Hamma ayta oladi, $10,000 topmoqchiman, 100 ta talabani o'qitmoqchiman, uni qilmoqchiman, buni qilmoqchiman. Hamma ayta oladi. Lekin unga qanaqa qilib erishishingizga tayyor tizim yaratib berish. Bu yerga kirsak, birinchi table keladi, birinchi jadval keladi. 2026-yil maqsadlarim. Bu yerga yillik maqsadlar yozasiz. Masalan, shu yilda 12 ta kitob o'qimoqchiman. Xo'p, tushunarli. Endi so'rayapti, 12 ta kitob o'qish uchun nima qilishing kerak? Maqsadingga erishish uchun nima qilishing kerak? Bu yoqda siz o'shani yillik maqsadingizga erishish uchun har oyda nima qilishingiz kerakligini yozishingiz kerak. Hozir nimaligini tushuntirib o'taman, lekin men aytgandek yozib qo'yaveramiz. Masalan, endi 12 ta yillik kitob o'qimoqchi bo'lsam, har oyda nima qilishim kerak? Har oyda bitta kitob o'qishim kerak. Deadline qachon? Qachon 12 ta kitob tugatasan? Yilning oxirida. Masalan, buni dekabr 30 deymiz. Dekabr 30-chi. Dekabr 30-chi tugatam. Status not started in progress. Shunaqa qilib ketaveramiz. Masalan, aytaylik, $10,000 topmoqchiman deylik, topmoqchiman. $10,000 topish uchun oyga qancha kerak emas? $800, $900. Shunda deb yozib ketaveramiz. Masalan, Harvardga kirmoqchiman. Unga nima qilish kerak? Masalan, IELTSdan u olish kerak, bu olish kerak deb davom etib yozib ketaverasiz maqsadga erishish uchun. Endi nimaga bu tomonda maqsadga erishish uchun degan joyga oylik yozing dedim. Sababi qarasangiz pastda tabellarimiz davom etyapti. Oylar degan qismi bor. Oylarni ochsangiz, yanvar oyi ochiq turibdi. Xuddi shu tepadagi maqsadlarni olib copy paste qilamiz. 12 ta kitob o'qimoqchiman. 12 ta kitob o'qish uchun yanvar oyida nima qilish kerak? Yillik maqsadga o'shanga erishish uchun shu yanvar oyida nima maqsad qo'yish kerak? Bitta kitob o'qish. Aytaylik, bu kitobning nomi Kecha va kunduz bo'lsin. Endi biroz qaytarish bo'lib qolsa ham qilishingiz kerak. Shu maqsadga erishish uchun bir hafta, 4 ta haftasi bor-ku, bir oy. O'sha haftalar doirasida nima qilishingiz kerak? Har hafta kamida aytaylik 80 bet kitob o'qishim kerak. Haftaliga bo'lyapmiz endi. Yillik maqsadimiz bor edi, oylik mehnatga bo'ldik. Keyin yillik maqsadimizdan oylik maqsadlarimiz tayyor bo'ldi, chunki o'sha mehnatdan olib o'tyapmiz. Oylik maqsadlarimizda mehnati bo'lsa, haftalik bo'lyapti. Endi pastga qarasangiz, haftalik tabellarimiz bor. Demak, yanvarda bitta kitob o'qimoqchi bo'lsam, o'shanga erish uchun har hafta nima qilishim kerak? 80 bet o'qishim kerak va birinchi haftani maqsadlariga kelaman. Maqsadim nima bo'lyapti endi? 80 bet kitob o'qish, qaysidan? Kecha va kunduz. Endi shu 80 bet kitob o'qishim uchun nima qilishim kerak? Har kuni, endi bu haftadan kunligiga o'tadi maqsad. Har kuni kamida 12 bet kitob o'qish. Masalan, endi tushuntirmoqchi bo'lgan narsam e'tibor qilsanglar, hamma tepadagi tabelga yozasizlar. Birinchi katta maqsadingiz $10,000 topish, bu olish, bu qilish, uni qilish, hammasini yozasizlar. Deadline qilasizlar. Maqsadga erishish uchun o'sha maqsadga oyda nima qilishingiz kerak? Har oyda. Masalan, IELTS 7 olmoqchimisiz? Har oyda masalan 5 balldan oshirib borishim kerak, 5 dan aytaylik. Yoki SATdan 1570 olmoqchimisiz? Hozir 1300 misiz? Bo'lasida necha oyda qanchadan o'sib borishingiz kerak? Shuni qilib yozib chiqish kerak. Yoki masalan Harvardga topshirmoqchimisiz? Endi Harvardga kirishni maqsad qila olmaysiz, chunki u sizning qo'lingizda bo'lmagan paytda, lekin Harvardga universitet topshirishni maqsad qila olasiz yilning oxirida. Unga nima qilish kerak? May oyida IELTS olaman, may iyunda SAT olaman, u qilaman, oylik qilib yozish kerak. Bu tayyor bo'lganda, xuddi shu maqsadga erish uchun mehnat oylik bo'lganimiz olamizda, shuni oylik maqsadga aylantiramiz. Oylik maqsad mehnatini esa haftalik qilib yozamizda, haftalik maqsadga aylantiramiz. Haftalikda mehnati bo'lsa, kunlik bo'lib chiqadi. Yaqinda bitta video ko'rganimda bitta odam juda qiziq gap aytgandi. Agar sen hayotingni osonlashtirmoqchi bo'lsang, kunlaringni qiyinlashtir. Men sizlarga bu yoqda nimani tushuntirmoqchi bo'ldim? Shu yillar davomida maqsadlar qo'yib bitta narsani o'rgandimki, har qanday maqsadga erishish uchun yillik bo'ladi, 5 yillik, 10 yillik bo'ladi. Uni track down qilib kunga chop tushishingiz kerak. Demak, o'sha katta maqsadga erish uchun har kuni nima qilishingiz kerak?
Ya'ni qanaqa odatlar sizni o'sha katta maqsadga olib boradi. Shuning uchun biz bu yoqda qilgan narsamiz, demak, tablelarga e'tibor berishimiz birinchi yillik tabledan boshladik. Yillik tableda yillik maqsadlar. Yillik maqsadlarga erishish uchun oylik maqsadlar. Oylik maqsadlarga erishish uchun haftalik maqsadlarga erishish uchun mana bu yoqda yozdik. Endi kunlik mehnat. Endi u kunlik mehnatni odatlar deb nomlaymiz. Ularga hozir yana qaytadan kelamiz, odatlarni nima qilishni aytaman. Lekin tushunishingizlar uchun nimaga bunaqa qilishimizni, demak, har qanday maqsadni rostdan ham erishmoqchimisiz? Yilligidan boshlab oyligiga, haftaligiga, kunligigacha mehnatni tushirishingiz kerak. Chunki shunchaki bugun o'tirib, men IELTS 9 olaman deb qo'yib erisha olmaysiz. Bu maqsadga mehnatni qo'ysangiz, keyin nasibada bo'lsa erishasiz. U mehnat qanaqa bo'ladi? Hammasini plan qilib chiqishingiz kerak bo'ladi. Men boshida birinchi marta maqsad qo'ygan, shu narsani bilmaganligim uchun ko'p holatlarda chalg'ib, noto'g'ri maqsad qo'yib qo'yganman yoki u maqsadimga erisha olmaganman. Sababi nima? Shu sistemani bilmaganman. Demak, sizlarga tayyor shu template'ni beraman, bemalol ishlatasizlar. Qanaqa bo'ladi? Birinchi yillik maqsadlarni yozamiz. Har bitta oyni keyin yanvarga. O'sha yillik maqsadni keyin mana yanvar boshlandi. Har oy boshlanganda o'sha yerga o'tkazamiz. Aytaylik, masalan, 12 ta kitobda qoldingmi? Yanvarda keldi, boshida shuni yozdim, bitta kitob o'qish yanvarda. Keyin yanvarda birinchi haftasi kelganda 8-11 o'qiyman. Keyin birinchi hafta tugadi, statusni down qilamanda, keyin mana yerdan yopamanda va yangi ochaman, masalan, 05 12 degan keyingi haftaga xuddi shunaqa tableni mana bu yoqda copy paste qilsanglar bo'ladi. Bitta narsa tushuncha, nimaga oldindan hamma haftani, hamma oyni qo'shib qo'ymaganman. Agar shunaqa qilsangiz, keyinchalik uni qaytadan kirib maqsadlaringizni ko'rish, eslash ehtimoli tushib ketadi. Shuning uchun bu sizga bir trigger bo'ladi. Trigger degan sizni o'sha motivatsiya qiladi, o'sha maqsadlaringizni qaytadan ko'rib chiqishga va o'shani rostdan ustida mehnat qilishga. Demak, yillik maqsadlarni olamizda har oyni oldi kelganda, boshlanganda yangi bir yoqda qism ochamiz. Ekranda ko'rishamiz. Masalan, fevral kelganda fevralda boshlab. Fevral keldi, keyin fevrallik maqsadlarni yozaman. Bu yoqda tayyor template jadval bor. Shuni copy paste qilib qo'yib, fevralda, demak, yillik maqsadlarga erishish uchun nima qilaman? Keyin mart kelganda xuddi shunaqa. Martda yillik maqsadlarga erishish uchun nima qilaman? Keyin har bir haftasini bosh kelganda ham xuddi shu holatni takrorlaymiz va shunda sizlar keyin yo'l davomida agar biror narsalar o'zgarsa, mehnatinglarni ham o'zgartirish, maqsadlarni ham sal bo'lsa ham o'zgartirish mumkin bo'ladi. Lekin umumiy holatda yetib tugaganda общий kartinaga qarasangiz, umumiy rasmga qaraganingizda ko'rasizki, deyarli erishmoqchi bo'lgan maqsadingiz hammasiga erishgan bo'lasiz. Endi bitta narsani tushunib oldik, demak, yillik maqsadga yetish uchun oylik, haftalik jadval qilyapmiz. Har hafta, har oyda qaytadan ko'rib chiqyapmiz jadval qilib maqsadlarimizni, mehnatlarimizni. Va asosiy tushungan narsamiz nima bo'ldi? Demak, yillik maqsadga erishish uchun eng asosiysi, eng kichkinasidan boshlaymiz, kunlik odatlar, kunlik mehnat deymiz. Bu instrumentlarni ko'rdik. Ikkinchi instrumentimiz bor, demak, odatlarni shakllantirish uchun. O'zi odatlar juda qiziq narsalar, chunki ular juda kichkina ko'rinadi, lekin har qanday katta maqsadga erishish uchun bularsiz yetib bora olmaysiz. Masalan, bitta inson sizga men 100 ta kitob o'qiganman deyish mumkin. Lekin agar o'sha inson har kuni 1 soatdan kitob o'qimaganda, ma'lum bir muddat davomida 100 ta kitob o'qiy olmagan bo'lardi. Shuning uchun odatlarni o'rni juda katta. Demak, endi videomizning 3-qismiga kelyapmiz. Birinchi qismda 2005-yilni yopdik. Ikkinchi qismida mana hozir 2026-yilga yangi maqsadlar qo'ydik. Endi bu qismida o'sha 2026-yillik maqsadlarga erishish uchun odatlarni qanday qilib shakllantirish haqida gapiramiz. Odatlarni shakllantirish biroz mukammalroq narsa, proses, lekin men yana aytaman, shu yillar davomida harakat qilib eng zo'r usulni topganman va bugun sizlarga shuni share qilaman. Buni hozir endi ko'rsatishga harakat qilaman, o'zim qanaqa qilishimni. Masalan, meni daftarim. Odatlar daftari degan, habit tracker degan hammamiz daftar ochamiz va mana bu usulda odatlarni ko'rsatib boramiz. Qanday bo'ladi desangizlar, hozir bu yerda ekranlarda ham chiqadi. Tepasiga odatlar shakllantirmoqchi bo'lganingiz, yoniga har haftadagi, har oydagi kunlar. Bugun masalan aytaylik 2-yanvar. Tepada 10 ta odat turibdi masalan. Birinchisi, vaqtli turish. Qildimmi X qilaman. Har kun shunday qilib boraman. Umumiy kartinaga qaraganingizda X'lar paydo bo'ladi va progressingizni ko'rishingiz mumkin. Qanchalik qilib boryapsiz. To'g'risi aytaman, o'sha X qo'yib borish ham odamga sal bo'lsa ham motivatsiya beradi. Har kun qanday X qo'yib borishingiz o'ziga bir kuch beradi. Va umumiy holatda har haftada, har oyda bu kartinaga qaraganingizda shunday qilaman, nechta odat shakllantiribman deb ko'rib, mana 100 ta 30 kun ichida 10 tadan odat, demak, qaytarilursa 300 ta harakatni 270 tasini qilman. To'g'ri, 30 tasini qilmaganman, lekin 270 tasini qilganim shu 87% progress chiqarib bergan. Bu degani o'sha yillik maqsadimga qarab yurib boryapman degan narsani sizga yetkazib beradi. Endi bu qilish juda oson. Mana sizlarning yoningizda o'zim ham bu yil yangisini qilyapman. Unaqadan oldim. Bemalol ochib, oddiy daftar, ichida hech nima yo'q. Shunchaki chizib olamiz. Tepaga odatlarni, bu tomonga sanlarni yozamiz va bu yerda X qo'yib boramiz va bu yerda bitta graf chizamiz. 1 2 3 4 5 7 nechta odat yozgan bo'lsangiz, bu yerda raqamlisida har kun nechta odatni qildingiz. 7 ta odat bor edi, 5 tasini qilsangiz 5 ga nuqta qo'yasiz, chizib borasiz.
bir graf paydo bo'ladi. Sizning progressingizning grafi bu. Demak, shunaqa qilib odatlarni shakllantiramiz. Buning nomini habit tracker deydi. Odatlarni kuzatib borish uchun sizdagi bir kundalik bo'ladi. Kundalik misol qilib tushuntirish osonroq, chunki hammamiz kundalikdan foydalanganmiz. Demak, o'rtoqlar, videomizning oxiriga ham kelib qoldik. Birinchi 2005-yilda qanday qilib to'g'ri yakunlashni o'rgatdim. Ikkinchi 2026-yilga maqsad qo'yganda qanday qilib tizim qurishni o'rgatdim. Va oxirida o'sha yillik maqsadga erishish uchun odatlarni qanday shakllantirishni habit tracker orqali o'rgatdim. Videoni yakunlarkanman bitta narsani sizlarga aytib o'tmoqchiman. Bittani tushunish kerakki, proses oson bo'lmaydi. Maqsad endi qo'yish boshlaganingizda qayta harakat qiling. Hatto men mana yillar davomida maqsad qo'yib, men ham har doim ham o'sha maqsadga erisha olmayman. Lekin 10 ta maqsad qo'ysangiz, hech bo'lmasa bittasiga, hech bo'lmasa 3 tasiga, 4 tasiga erishganingizda har yil umumiy olib qaraganda o'sib borib 10 yil, 5 yilda juda o'zgarib ketgan odamlar. Masalan, o'zim misolimni boshdan videoda aytdim. 3 yil vaqt ketgan, juda bir chekka qishloqda, oddiy oilada, oddiy bola. Dunyoqarashi tor, ingliz tilini ham past, fikrlashi tor, nima qilishini bilmaydi, dunyoda maqsadini bilmaydi va hozir men chet eldagi top universitetda 100% grant asosida o'qiyman. Ko'p yutuqlarga erishganman. Albatta buni natija harakatga bog'liq, omadga bog'liq, taqdirga bog'liq, lekin 3 yil ichida shu maqsadni to'g'ri qo'yib, odatlarni to'g'ri shakllantirib va mehnat qilib va intizom ushlab qolib, shunaqa natijaga erishsa bo'ladi. Bugun men sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan mesajim shular edi va bugun ishlatgan hamma Notion'imiz, habit tracker'imizni bemalol bioga kirib, Telegram kanalimga yuklab olsangiz bo'ladi va sizlardan bitta narsani so'ramoqchiman. Iltimos, hech qachon give up qilmanglar. Ya'ni bitta maqsadni qo'ydinglar, tashlab qo'ymanglar. Har doim qila olish imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Masalan, bugun 10 ta odat shakllantirmoqchi bo'lsangiz, 2 kun qilib 1 kun qila olmasligingiz mumkin. 10 kun qilib 3 kun qila olmasligingiz mumkin. Har xil sabablar chiqadi. Chunki biz insonmiz. Inson hech qachon perfect bo'la olmaydi. Ya'ni 100% komil bo'la olmaymiz. Har doim xatolarimiz chiqadi va bizning qiziq tomonimiz ham shunda. Shuning uchun biz har doim odatlarni shakllantirishga harakat qilib boraveramiz. 80%, 70% progress qilsak ham, lekin katta maqsadlarga umumiy kartina, общий planga chiqqaningizda, zoom out qilganingizda, hayotingizni bir reflect qilganingizda juda katta narsalarga erishgan bo'lasiz. Demak do'stlar, bugungi videomiz shu bilan o'z nihoyasiga yetadi. Agar yoqqan bo'lsa, like bosing va siz 2026-yilda eng katta qo'yayotgan maqsadlaringizni izohlarda yozib qoldiring va agar sizni bundan boshqacharoq foydali topgan usullaringiz bo'lsa, maqsad qo'yishga, odatlarni shakllantirishga, ularni ham izohlarda yozib qoldiring. Men ham kirib, savollaringiz bo'lsa javob berib, sizlar bilan engage qilishga harakat qilaman. Va agar ko'proq shunaqa foydali kontent ko'rmoqchi bo'lsangiz, chet ellik o'quvchi hayoti, shunaqa samarali videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Hali ko'plab video chiqadi va eng qizig'i, sizga kattakon rahmat shu videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun, chunki hamma ham bu yoqgacha yetib kela olmaydi va men sizga ishonamanki, 2026-yil sizni hayotingizni o'zgartiruvchi yil bo'ladi va buni siz uchun ham, o'zim uchun ham tilab qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.